Assalamu alaykum, hörmətli Uyğuristanlıq qərindaşlar. Assalamu alaykum. Uyğuristan Azadlıq Təşkilatının fədakar əzaları. Bugünkü söhbətimizdə bundan burunki davamlaşdırıb kelayotgan söhbətin məzmuniga qismən izahat berilgəç, yenidən başqa bir temani o'tirib qo'ymoqchimiz. Hörmətli qərindaşlar, bundan burunki davamlaşdırıb kelayotgan söhbətimizdə Vətən davası sepidiki davamlaşan özlüksüz boşluqlarının qaysı usullarla, qaysı şəkillərlə davamlaşıb kelayotganlığı və onu qandaq bir güclə təminləyotganlığı to'g'risida qisman so'zlab o'tdik. Bugungi söhbətimizdən başlab bundaq bir boşluqqa yo'l qolmaslikning usuli təşkilatlarımız və siyasi təşkilatlarımız, siyasi mərkəzlərimiz qandaq usul qo'llanishi, qandaq chora-tadbir qo'llanish kerak. Bo'libmi vatan da'vosi sepidagi bo'shliqlarga dushmanning g'alchilarining va dushman kuchlarining suqunib kirishining oldini olish uchun qandaq tadbir, qandaq hushyorlik qo'llanish to'g'risida qisman to'xtalib o'tamiz. Bugungi suhbatimizda yana Uyg'uriston Azadlıq Təşkilatının raisi Osmonjon Tursun biz bilan birga Diqqətinizə rəhmət. Xoş Osmonjon. Hazırlayıcılık bir qancha qatimli söhbətlərimizdə vətən davası sepidiki özlüksüz davamlaşan boşluqlar to'g'risida xeyli yetarli dərəcədə fikirləşdik. Bizning maqsadimiz faqatla bundaq bir boşluqning o'tirg'i chiqqanligini və boşluqning kimlar tərəfindən təminlənganligi və kimlar tərəfindən davamlaşdırılğanlığı to'g'risida so'zlash emas. Bizning maqsadimiz faqat shunday bir bo'shliqning bundan keyin yuz bermasligi va bunday bir bo'shliqdan dushman kuchlarining suqinib kirib siyosiy tashkilotlarimizning ichida yildiz tortib vatan da'vosi harakatlarimizga ziyon solishning oldini olish to'g'risida qanday bir taktika, qanday usul chora-tadbir qo'llanish to'g'risidami bizniki yana aktiv fikir bayon qilish majburiyatimiz bor. Bugungi suhbatimizdan boshlab mushu nuqtada ko'proq to'xtalsak. Xo'sh. Assalomu alaykum, hurmatli Uyg'uristonlik vatandoshlar. Assalomu alaykum, Uyg'uriston Azadlıq Təşkilatının fədakar a'zolari. Yuqorida xuddi siz so'zlab o'tgandek, hozirgi kaychi elib olgan suhbatlarimizda asosligi shu da'vo sepidagi uzluksiz davomlashib kelayotgan buzg'unchiliklar ustida ko'p to'xtaldik. Endi bu albatta ishlarizningki, ya'ni da'vo ishlarimizdan siyosiy, tashkiliy, iqtisodiy jihatdan milliy manfaatimizga vakolatlik qilaligidek yoki milliy manfaatimizni kapolatga ega qilaligidek yuqori darajada elib berish uchun buning albatta strategiyasi ham tuzilib chiqish kerakdi. Ya'ni chora-tadbir planlari. Gerçi biz maxsus bu vatan davosini qanday elib berish ustida strategiya belgilaguvchilar bo'lmasaqmi, strategiya olimlar bo'lmasaqmi, ammo o'zimizningki hozirgacha elib berayotgan vatan davosiga tajribalari hem xalqimizning vatan ichi hem sirtidagi Xitoy mustamlikachilarga qarshi elib berayotgan siyosiy da'vo ishlari ustida belgili darajada yo'nalish ko'rsatib berishni biz o'zimizdan bir tashkilot bo'lish sifatimiz bilan bu jihat biz majburiyatimiz bor deb tushunganligimiz uchun bugun suhbat temamizni biroz burashni loyiq ko'rdik. Xo'sh. Demek hozirgacha Abdurrahimjon siz shu suhbatimizda asoslik qilib da'vo sepidagi bo'shliqning shakllanish tarixini, bu bo'shliqqa dushman kuchlarining qanday singib kirayotganligini bilibmi, oxirgi suhbatlarimizda ro'shan aks etdi. Shu ya'ni vatan da'vosini hozir muajiratda, ya'ni Uyg'ur xalqiga vakillik qiladi, vakillik qilish salohiyatiga ega biz deb ketayotgan bir qurultay ustida to'xtalib qolganligi uchun arliqli shu qurultayning ichidagi qurultay bo'lib shakllanish, qurilish vaqtidagi ham qurultay bo'lib
tashkilli bo'lgandan keyingi xizmat o'tash jarayonidagi bir qism maxfiyatliklarning ya'ni bu shu Xitoyning konsuliga, ya'ni Xitoylarga uchiq oshkora yetib ketganligi bu Uyg'urlar bizdan emas, ya'ni German matbuotlari tarafidan, German matbuoti tarafidan oshkorlanganligida, ya'ni Germaniyadagi yerlik partiyalarning e'tiroz bildirish orqali xalqimizningki buni bilganligi, ya'ni texmo ko'p odamlarning texmo e'lon qilib aytganda bundan xabarsiz ekanligini bir yuritib beramiz. Lekin hozirgacha buniki mushu maxfiyatlikning qurultayning ichidan, ya'ni ma'lum bir kanallar orqali Xitoylarga, ya'ni Xitoy konsullariga yetishninki harakat ifodalari masalan. Bu qanday yetib qilish mumkin? Bu biraz texnik cho'qirlab bu masalada da aytgan chog'da u chog'lardagi, ya'ni 10 yil burungi o vaziyatlarda asoslab bir qatim etgan maxfiyatlikni sirtdagi vakillar, masalan, vakillar degan chog'da qurultayning vakillari Yevropa davlatlaridan keldi, O'rta Osiyo jumhuriyatlaridan keldi, masalan, har taraflardan kelib qatnashdi. Asas o chog'larda O'rta Osiyodan kelgan vakillarning ba'zilarininki KGB bilan o'z turishliq davlatning KGB'lari bilan qisman munosabati bo'lishi mumkin. Yani ihtimollikni ko'zda tutqul bo'ladi emaslar. Shular tarafdan KGB'ga yetib qolgan bo'lsa, KGB, ya'ni bu O'rta Osiyo va Sovet ittifoqi KGB'lari keyingi Sovet ittifoqi parchalangandan keyin Xitoy bexatarlik idorasidan hamkorlashib ishlaydi ular. Uchiq oshkora dunyoga e'lon qilingan Shanxay Bashligi ittifoqimi dal shu davlatlarning istixborotlari hamkorlashib ishlaydigan bir tashkilotningki qurilmasi. Keyingi qitimda maxfiyatlikning oshkorlanib ketishini emaildan tarqab ketgan, ya'ni Xitoy email texnikasidan, ya'ni kompyuter texnikasi orqali emailni o'g'irlab ketgan degan bundaq javoblar berilgan shu vaqtda. Ammo bu mana aytgan chog'da o bir javob shu vaqtdagi maxfiyatlikni Xitoy tarafga topshirib ketishidagi asosliq sabab shu yuqorida aytilgan o'xshash ishlar sabablar tufayli ketib qolgan degan. Ammo bu shu vaqtning o'ziga nisbatan aytgan chog'da bu hushyorsizlik. Ya'ni o'zi qatnashayotgan bir tashkilotda va vatan davosidan iborat bu cho'ng bir ulug'vor, muqaddas bir iqlimning ichida harakat qilayotganlarning shu iqlimga layoqatlik bo'lmaganligini ko'rsatdi. Shu vaqtda aytgandim. Ham bu maxfiyatliklar German matbuotlarida chiqishdan burun o özümüzün kişileri bunu hiç qanday oturup qo'ymaganlik, masalan, tashkilot xodimlari. Ham German matbuotlarida bu ashlarning oturup chiqqandan keyin Uyg'urlarga hech qanday bir uchur ma'lumot berilmagan. Hozirgacha izoh berilmagan. Tip-tish. Bu ya'ni insonning bir gumonni qo'zg'aydigan bir tarbiya. Ondan boshqa, masalan, o chog'dagi 10 yilning oldidagi o'tgan bir tarixiy masala desak, ondan keyin izchil holda başında maxfiyatliklar, hatta tashkilotning telefon yig'inlarininki uchurlari Beijingdan chiqayotgan, Beijing Xitoy doiralari uni kesib ulab, har turli ovozini berish orqali xalqaro isbot ko'rsatib, mana bu Sharqiy Turkiston terrorchilari Rabiya Qodirning yetakchiligida shunday terrorlik harakat qilayotgan, hatta Urumchidagi 5-iyul qonliq qirg'inchiligini şu namoyishning qo'zg'alishi, şu jarayondagi namoyishchilarningki qisman o'zini idora qilolmay hissiyotga berilib elib qolgan ba'zi harakatlarni Dunyo Uyg'ur qurultiyi va Rabiya Qodirning yetakchiligidagi Sharqiy Turkiston terrorchilari chet elda planlab chegara ichida yurgizgan jinoiy qilmishlari deb shu telefon yig'inlari tinchlikdan berayotgan qurultayning masalalari, xalqarodagi haqqasiz davlatlarni faoliyat qilgan tashkilotlar bilan bo'lgan munosabatlar to'g'riliq, chet ellarda uyushtirilgan namoyishlar to'g'riliq deyishgan gaplarning o'zini
Şunu film arqılı oğurlar Xitay, yani filmini oğurlar, onu keliştirip özleri isbatlı okuyup çıqqan boldu mesela. G'arb davlatlarga şunu tapşırdı. Nurg'unlagan avazlık keltirip berdi. Diplomatiya meselelerinde Uyghur davasının, yani Şarkı Türkistan davasının, Vatan davasının aldığa nurg'un to'sqinlik paydo qildi. Bu nimalikdan bo'ldi degan chaqda da'vogarlarning bo'shligidan bo'ldi. O'zi faoliyat qilayotgan, o'zi harakat qilayotgan tashkilotning qurilmalarini sog'lom, puxta tutmaganlikdan. Bizda bir so'z bor, o'zingni mahkam tut, qo'shningni o'g'ir tutma deydigan. Endi ishni echib qo'ygan ekan, u uyga o'g'irmi kiralaydi qolgancha, to'g'rimi kiralaydi. O'g'ir kirsa, o'ziga tegishli foydalanadigan narsani, ko'ziga chiqargan narsani ko'tarib chiqadi. To'g'risi kirsa, to'g'ri bo'yicha u yerda o'ziniki ehtiyojini ado qiladi. Endi tashkilotlarimizniki, ya'ni hozirgacha biz qurultayning ustida jiq to'xtalib ketdik. To'xtalishimizga sababning o'zi asosli yani sırtqi atılışı mesela, xalqaro atılışı ve təşkilatının özünün rəhbərlərinin ki iddiası bu iki tərəfini birləşdirən çağda zaten vətən davasının birdən-bir ali orqanı bu markini kötəgən ikən, bundaq viviskini kötəgən ikən, əlbəttə aldı bilən məsuliyyət və cavabkarlıq onlardan sürüşdü qılındı. Şunun üçün bu qurultay to'g'ri jiqraq to'xtaldı. Ama joylardagi asosiy tashkilotlarning yetarligiga ait jiq. Masalan olsak, Yevropa davlatlarida vatan da'vosi bilan shug'ullanayotgan, Xitoyga qarshi turli faoliyat olib berayotgan tashkilotlarimizning hammasi siyosiy tashkilot. Bu tashkilotlarga aktiv qatnashayotgan namoyish faoliyatlariga bo'lsin, qanday bir faoliyatlarga qatnashayotgan xalqimizning o'zimi siyosiy panohlik talab qilganlar asosida. Bularninki yani ucunu aytgan chaqda 90%'in ortig'i siyosiy panohlik talab qilganlar. Nayt aslında o'qish munosabati bilan kelib, ya o'qish yaxshi davolashmaydi, yoki o'qish jarayonida Xitoyning ig'ir darajada nazorat qilishiga bardosh berolmay, o'qishdan chekinib, siyosiy panohlik talab qilib, madaq qilib qolganlarmi bor. Ammo mutlaq ko'pchiligi odul-modul kelib bilan meni Xitoy bunda bo'za qildi, urug' tuqqanlarimni bunda qildi, meni turmushlab qijnidi, men qechib ketmagan bo'lsam, meni Xitoy ya o'ldirib qo'ydi, ya falan piston qildi deb ko'z yosh qilib turib, rost yolg'on faktlarni o'ydirib chiqyapti masalan, isbotlab qancha qildi, hatto tutish buyrug'ichilik materiallarni agaltirib iltijo qilganlar ko'pinchisi. Bularning o'zi darsligida pasporti, yani iltijo siyosiy panohlik talabi qabul bo'lib, qo'liga bir pasport olishlik nihoyat jonliq faoliyatga qatnashib turdi. Keyin qo'liga azroq bir yashab turalg'idek bir pasportga erishgandan keyin bir oz chekinish paydo bo'ldi. Keyin vatandoshlikka erishgandan keyinlar nurg'unlari udul-mudul vatanga berishga boshladi. Burunqi savatildimi bir qancha qatim takrorlab o'tdik. Oldingi yillardagi qisman suhbatlarimizda buni aks ettirdik. Vatanga bag'alarning hammasiga iyiblik emas. O bizning vatanimiz. Vatanga borarligidek imkoniyati bor. Yani Xitoy bilan unchoqla o'shishib ketmagan, yomonlashib ketmagan, Xitoy bilan ig'ir darajada ziddiyati yo'q, Xitoy hukumati bilan ziddiyati yo'q. Bundaq bir shakldagi qarindoshlarning nihoyat ig'ir bir zururiyat ostida vatanga berib kelishning o'zi bak iyiblab turgan ish emas. Ammo o'zimiz turayotgan davlatda bizning oqibimiz bor. O qarindoshimizning masalan ma'lum bir qarindoshimiz vatandoshlik olgandan keyin vatanga berib ketdi masalan. Vatanga berib salomat qaytib kelganligining o'zi uning Xitoy bilan hech qanday ziddiyati yo'q deganligini isbotlaydi. Ammo o qarindoshimiz 8 yil burun, 10 yil burun ko'z yosh qilib, yig'lab iltijo qilgan chog'ida bu yerda degan gap so'zlar bor. O material arxivda saqlanadi masalan. Uni hargiz vatanga bo'lmayshi deb chekilmaydi. Yerlik davlat vatandoshlik o'tgandan keyin dunyoning hamma yeriga berish erkinligi bor.
bu erkinlik, demokratik, hukukun, insan hakları, kişilik, hukuktaki bu alayda imkaniyatlardan faydalanıp, kıyırındaşlarımız vatanga bağımsız olmaydigan bir züruriyetlerini keltirip çıkıp özlüğüdün. Hatta bazıları biz vatanımda taşlap bırakmayız Xitayga, o bizim vatanımız, biz vatanı suyumuz diye mondaq şuarını götürüp bardıqallarımız var. Yani bu yerde demekçi boğanın vatan davası sebebindeki bu boşluğunun təminlenişi muşunda bir ekimdimmi yine təminlendi. Mesela hazır təşkilatlarının özü qancha köp adam ergeçtir alırsa, onun özü naiti toğru çıkatkan bulup, abroylu olup, manda bulduğun bir modu kaldı. Yakası devletlerde. Meyli kim bulmuşsun, o təşkilatı kirip çıkıp, dernekleri, işkanlığı kirip, uçuk aşkara kirip çıkıp manda kıysa, onun naiti yaxşı var. Bizim adamımcık, akamın enşotka adamcıkta, bayraktar, inkılapçı orada özünü şundaq körgünlük kaldı, təşkilat rəhbərlərimi. Ama bu yerde biz yani halkımızı çekleyemeyiz. Vatangi bağmada hiç kimi çekleyemeyiz. İlgidek devletinin arxivleri var. Bu adamın özü, mesela şu Germaniyanın, şu München'in özü bir qancha adamını misal alalayımız. Ben vatanda kural yazsam, Xitayga karşı hareket kılıp tutulup kalgan, tutulup kalıp türmeden kaçıp ketken ya, kalan şundaq bir yalgın gaplar bilen iltizak qilganlar, ular vatanga berib qo'yadi. Bazıları men vatanda Xitoyniki shu NIPT organlari o't yaqayotgan, meni tutibasa o'lim jazosi qilyapti, Oqko'kda. Menda yolg'on to'qilmani to'qib iltizak qilganlar, ularni 10 yil qolmay vatandoshlikqa erishib, vatanga berib o'tuldik. Hatto ticaret şekillik algımı keltirmeli vatanga berish kelish jarayonida qilayotgan tijoratda mutasi aniq emas nurg'ullarninki. Endi demak, bu davlatlarga Uyg'urlarninki saxtpaz bir millat ekanligi. Xo'sh. Ondan keyin Uyg'urlarning yolg'onchi bir millat ekanligi masalan. Nurg'un tarafdan Uyg'urning yuz obro'yining to'kilishiga sababchi bo'ldi bu ishlarimiz. Ondan keyin yeni bir yomon yeri. Mushu vatanga berish kelish jarayonida ba'zan qarindosh degan bo'lmaydi undaqlarni. Masalan, Anchantim bu hani alayda tehdit edip masalan Anchantim xodimlari, sen chet elga chiqib 10 yil ichida bizga kimligini qolmadi, u yerga bölgünchilarga aktiv yordamlashdim. Bölgünchilarning sepiga qatnashib bizga qarshi turdim. Hatto devletimizin bayrağını köydürdüm. Bəzələr var məsələn aşağı köydügerlər. Xitay bayrağını köydürüp durup, ondan keyin bu Xitay bayrağını köydürüp koydu. Endi qaytırası bulmaydı degan bir imtiyazga erişip, mandaq bulğanlar var. Qobul bulup 5-6 yıl qalmaylar, vatandaşlıqni eltsan, udul vatanga berib kelib, mandaq qaytarib жүргәнләр var məsələn. Yani mushundaq bir turkum odamlarning o'zini Anchantimning o'zi bo'sh qo'ymaydi yerda. Yavuz ona keyin qistaq elib, yoqilmaydi, tahdid solgandan keyin ba'zilari vazifat topshirib chiqqanlar bor mesela. Vazifat topshirib o'ylab, men ishlab beray deb chiqib, bu yoq chiqqandan keyin u chiqqashkari, men ishlab bergan bo'ldim, Anchantimga bundaq dedi, menga deb turib, bizningki da'vo markazlarimizning ishxonalarga qo'lliqning tuniga kirgandek, hatto o'zim uyiga kirganimda erkin-arak kirib chiqib, yana vatanga berib kelib, o yoqda Anchantimning xodimlari topshirgan vazifani bu yoqda uch oshkor deb, endi bundan keyin bo'lmaydigan bo'ldi deb oshkorlab deb tursa, yana g'ippi berib bu yoqqa mundaq erkinlik bilan, qop yuraklik bilan harakat qilayotganlar. Bular herkesmi da'vo sebebiki belki bo'shliq qal'aning ostidagi qamal bilan emas, uch oshkor dog'dan yo'l bilan berib qo'yotganlar. Mundaqcha qarasangiz, chet eldagi nurg'un yurt tildagi tashkilotlarimizning dernekleri, ishxonalari xuddi Şinjan Bansuyininki bir tarmog'iga aylanib qolgan yerlarmi bor. Masalan, bizningki vatandan Beijingga berib qo'yganlarning ishini bajaradigan bir organ bor ekan, Beijingda Şinjan Bansuyi degan, uni Şinjan ish bajarish boshqarmasi degan organ. Shuning o'xshashlar İstanbul München
München, İstanbul, Ürümçi, Beijing, Ürümçi, Gulce, İstanbul, München şunçilik patlavat kalılamız. Ama bula yana şundaq aktif bayraqni yig'iz ko'tarib turib, satning oldida, ishxonalarimizning ishiga uchiq o'tib, kirib ajada o'ltirib, qilgan kelajak ishlar bor. Buni texi oldimizgi suhbatlarda yana texmi kamri bayon qiladigan nuqtalari bor. Ama bu yerda qisqacha bir misol qilib o'tsak, xo'sh. Masalan, bundan 5 yil burun Mushu shaharning o'zida bir kichik bir tashkilotning saylim bo'ldi, München shaharida. Saylim bo'lgan chaqning o'zida o reisning o'zi bu xilajik huquqi var reis o. Boshqa cho'ng tashkilotlardimi amal var avros. O xalqaro tashkilotlardimi amal tutib ketgan, amal yetib oshqadak bir birodar bu. Ama shu kichik bir tashkilotniki reisligini tanishib, ikkinchi qadamliq men yana davomlashtirib reis bo'lman deb turib, shu ko'pchilik ishxonaga shuna taklif bilan bir kirib suhbat o'tkazdik. Ba'zanlar yana qayta vazifa tutishimizni qo'llaymiz dedi. Ba'zanlar yo'q qo'llamaymiz, butunlay rahbarlarga aytib olmish kerak. Yenidan biz saylab chiqimiz degan bo'ldi. Men shu qatorda, ya'ni bu qaraldagi rahbar hayatlar vazifani yaxshi ado qilolmaganlar olmish kerak. Sizning vazifangizni jiq bo'lgan ekan, boshqa tashkilotlardagi muhim vazifalarimizni qilib, bo'libmi qurultaydagi vatan da'vosi qilgan ishni qilib, bu tashkilotlarning bu yerdagi ijtimoiy ommaviy tashkilot xalqning nazarchiroq Noro'z bayram faoliyatlarini elib boradigan. Buning chaq kelishimizning buning boshqaroq bir kim bo'lsin bo'ladi degan ifodani bildirgan chog'da o hammamizning so'zini kishan esnadida endi bu qadam bir saylavassanlar nima zurriyatdan saylaymiz dedim men. Xo'sh. Bu qadam yeni bir saylov o'tishini, yeni bir qaror vazifa talab qilmaydi degandan nima shart asosida, nima zurriyat asosida talab qilasiz degandan keyin yaqinda bir qarindishimiz, bir do'stimiz vatanga berib kelgan edi. O kelgan chog'da Anjantanning xodimlari uni alayda vazifa topshiribdi. O Münchenga qaytib kelgandan keyin bu yerda o'zida shu saylan bo'lmoqchi, bu tashkilotning saylimi. Bunga boshqa bir kishini reis saylamoqchi, hozirgi mavjud reisni o'rgatib, shu boshqa bir kishi nomzodning o'zini reis qilib saylab, shuning qismi vazifa elib, tashkilotning ichida muhim vazifa elib, bizga maxfiyatni yetkazib xizmat ishlaysa debdiki, o qarindishimiz, birodarimiz chiqib mana shuni yetkazdi. Bu qatim shu Anjantanning depiga usul o'ynagan bo'lgan maylanimiz, shu Anjantanninki Xitoyning plan taktikalariga qarshi holda bo'lsa-mu, meni bir saylavassamlar, bo'pti men yaxshi xizmat qilolmagan bo'lsam-mu, bundan burun Xitoyning tutgan yerini chiqqan misollar degandan keyin yuziga tikirib ashada mojaro chiqdi masalan, shu tashkilotning ishxonasida. Demek hozir shu gapni yetkazayotgan kishi, ya'ni o'tir kishi mundaq qilib aytganda Xitoyning elchisi degan gap. Bu rost, uning men o'chaqda yolg'on dedim. Men uni-ku adamning o'zi reis o'g'is kelib ketib, men o'sha amalni doim tutqis kelib ketib, mana davatga o'xshaydi, men uni yolg'onchi deb manda naqsini xapib ketdim. Bo'lmagan bo'lsa, chiqa shu adam bilan 16 adam bo'lmashadi. Qaysi do'st shu? Naq maydonni daqbaqshida manda ekanman. O'chaqni uni yolg'on gap qilib buni tushundim. Boshqalar yomon xapib ketdi, taraf turib oldi yerda. Majras besiqtoq, chiroy taqab ketdik. Chiqqandan keyin Rabiya Qodir xonimning o'zi alayda menga telefon qilib, shu vaqtda siz yomon chadaq qilibsiz. Bu bo'lmaydi bunda. Yomon u yerda majras qilibsiz degandan keyin men bo'lgan gapni dedim. Avval shu bizni aldab o Anjantanning rasmiy salom degandi. Bizning bu yerdagi tashkilotlarimizning saylimini qanday elib berishimiz o'z irodamiz bilan bo'lmay turib, Anjantanning yaqpagan qizil chiroq, yeshil chiroqlar bilan mamatganmiz bo'lib, endi bizni mushundaq ahmoq qilgan mushu kuni uchib qoldikmi dedim men. Desam, xonim dediki, bu yolg'on gap emas. O to'qib chiqqan gap emas, rost bola. Shunda bir iflosning o'zini Anjantandan vazifa topshirib chiqarganligi rost. Ama bunun davamı qarash kerak. Davamı qanday bo'ladi? Bu texi oldimizda. Shunga bu qatimki saylovni hargiz qalayim qolashtirmay, normal elib beringlar.
Degenden keyin men lasıdı boldum. Bo'lmasa shu saylanma o'zida Hilqi Anchantongdan vazifa topshirib chiqib, salom yetkazgan Hilqi vazifaga chiqqan elchining mashnaq maydonida daysada men u gapni baş 100 qancha odamning orasida o'tirib qo'yibdi aslida saylanma kunsi. Rabiya xonim o gapni aytgandan keyin lasıdı bo'lgan boshqalarga dedim men, rostga Anchantongdan bir odamga vazifa topshirib chiqargan rostga biz bu ishni bajara chiqmaydi vallah. Deyishdi, o saylan bo'ldi, o adamning o'zi qayta reis bo'lib saylandi. Ammo bu yerki nuqtaliq masala, muhim masala nima degan chog'da, Hilqi Anchantongning vazifa topshirib olgan odamningki taqdirki, shundan keyin men ish turishni qilish kerak-da. To'g'ri. Buning o'zi yana o'sha tashkilotlarga kirib chiqamdi, chiqmamdi, vatanga boramdi, bormamdi masalan buningdagi. Çünkü o münafiyatını aşkarlayaptı ya. Anchantong deganning onda odatdagi bir yer emas u. Xitoyninki davlatning bexatarligi uchun eng kapolatli o'rin. Xitoyning aşı millionlagan qurolli askardan mubarak muhim o'rin. O davlatning bexatarligini kapolatga qilgan o'rin. Qarasak, onun o'zi, ondan vatanga bordi. Qiziq yer bo'ldi. Ondan keyin kelib daim şu təşkilatların içində şaşqandək şükürüb жүрген, fəaliyyətini qılatqan, yine nurgulluğan uğuşsuzluq, muşu amavi cəmiyyətinin içindeki nurgulluğan uğuşsuzluğunun kelib çıxışıdır mı, onun xelicik barmığı oldu. O birlərdən məsələn bir qançısı, məsələn, muşu ötken yılki qurultayının içində bulatqan maciralıdır mı, o şu bayraqlar adamlar bu işqa Fuyuq arası oqqalıqını anıldım. Mesela, vatanga berish kelish yo'li shunday uchuq, qo'g'onliqning cho'ngidak berib kelayotgan, yana bu yerga kelib qurultayning ichidagi vazifali xodimlarning o'ziga archada Mavo haqniki binasiga chaqchaq qildi deb guvohlikni o'tgan shaklda o'shunda qo'ltiq qotganligi bu insonning gumonini qo'zg'aydi. Gumonli emas, bu bir uchuq isbotliq bir masala. Bu qal'aninki ostidan kelayotgan, Hilqi qal'aning ostidagi kanaldan, sho'rdan kelib chiqayotgan maxfiy masala emas. Dağdan, ishikdan uchuq ashgarga kirib chiqib, xizmat bajarayotgan bir shakl. O'tirish qoldi. Masalan, da'at yaxshi misol qistirib o'tdingiz. Shu chog'da deyli, shu taxmin aniqroq, konkretroq qilsam, mening esimga kelyapti, siz bu tarixni so'zlagan ekan. Bu shu Yevropa Sharq Turkiston birligi degan tashkilotning saylan yig'inligi deydi. 2008-yil 1-oyda bo'lgan saylan. Demak, shu chog'da bu Yevropa Sharq Turkiston birligi deganning raisligini tutib turish nima uchun shuncha zarur? Hatto shu Urumchi, ya'ni Anchantongni bari qilib turib, onun elçileri Urumchidan ko'tirib kelgan gapni o'tirib chiqib dasmiy qilib turib, bu Yevropa Sharq Turkiston birligining raisini saqlab qolish nima uchun shuncha zarur qoldi deysiz? Dam Rabiya Qodir xonimning bu qurultay rais bo'lgandan keyin xalqaro siyosiy sahnada qo'lga keltirgan ya'ni Uyg'urlarni tunutish tizligi, tunutish darajasida ish ketdi. Masalan, oldin qatim suhbatlarimizda Pragada boshuna ko'rishdi. Uningki Germaniyada German tilida Rabiya haqida, ya'ni Xitoyning birinchi nomerlik dushmani degan nomli kitob besildi. Demak, Uyg'urning g'arb siyosiy sahnasida Rabiya Qodir xonim orqali tunildi. Buning bilan tam şu vaqtda Dünya Uyghur Qurultayı degan nomni siyosiy sahnaga asosida ko'tarib chiqib tunildi. Lekin bu chaqda oldin qatim suhbatlarimiz degandek istiqbo berish, Rabiya Qodir xonimning qilayotgan xizmat plan programmalariga shu qurultayning ichida turib to'sqinlik qilish orqali bu ya'ni aqstish, vazifadan bekor qilish yoki mudaqchilik aytganda salbiy ta'sir etkish ta'sir ko'ngilgidek muvaffaqiyat bo'lmagandan keyin bu qurultayni Rabiya Qodir xonimga Madaq chiqarsanız, Qurultay Rabiya Qodir xonimning nomida tunilib ketgan ekan, Qurultay Rabiya Qodir xonimga tashlab berib, ammo Yevropa Sharq Turkiston birligi deganning raisligini qo'lga olib turib, ana Qurultayga qarshi bir kuch bo'lib shakllantirish strategiyasining ifodasi qanday bo'lsa? Yo'q, bu masalani endi isboti va guvohisi va gaplari bor. Mushu to'g'riliq Qurultayning o'zini masalan aslında qal'aning aslında sho'ri echib, kanallarni echib qo'yib, buni jiqtanmay, bunun reisini Rabiya Qodir xonimni bu yerdan qo'g'ilvatdanmay, tortib olanmay, uch qashqari ishigini echib qo'yib bu qal'aninki. Onun bilan ishni hal qilib olmay, dushmanning keldi badi, paylaqchi ayg'oqchilarniki har turli
plan taktikini bu yoqdan bu yoqqa tuvuşup ish qilishlarmi buni hal qilib bo'lolmay siz degandek buni biz tatib ololmadik. Qurultay desa Rabiya Qodir esa qurultay ishkisi bunda chambarchas bo'lib ketib qoldi. Eng yaxshisi buni tashlab berib, hech bo'lmasa Yevropa miqyosida Yevropa Sharqiy Turkiston birligi degan bu tashkilotning o'zini qurultay bilan teng darajalik bir o'ringa ko'tarib chiqish degan bir planning bog'lig'ini, planning o'tirib qurilganligini xeyli undalla oshkora maydonda yurgan. Bu qanday bo'ldingiz? Bu A planda Rabiya Qodirxonni chekindirish qurultayini yo'qotish. Agar u ishga oshmay qolsa, B planni ish qilsa, qurultayni Rabiya Qodirga tashlab berib, Bütün Yevropadagi qurultay a'zo tashkilotlar, qurultayning qo'llovchilari, qurultayning vakillari hammani asta tatib akilib, Sharq Turkiston Yevropa birligininki tarkibiga kirgizib, buni Yevropa Federatsiyon, Sharq Turkiston Yevropa Federatsiyoni degandek bir nomlar bilan, qanday bo'lsin, Yevropada faoliyat qilgan bir markazga aylantirmoqchi. Yevropaning o'zimi muhim bir qit'a. Davada mesela kişilik hukuk, insan hakları, o hak, bu hakın hepsi Avrupa'nın kitapnamelerine oldu, Amerika'nın öğrenemez. Bu yakarsınız Cenevre, yakarsınız Brüksel var mesela. İki tane merkez var. Avrupa Parlamenti ve Belediye'nin Cenevre'deki merkezi. Bu iki tane merkezini teşkil eden Avrupa ellerde, onun baş devletinin özünde azdır köptür yaşayan Uygurların hepsini bir teşkilatını kurdurup, yok yerde, teşkilatını kurdurup, Allah ulğaytıb barlığı açıqlan, bu yerde mundaq bir merkezine oturup çıkışır mı? Qandaq oldu, işqi aşmıydı. Haqqı caylardaki teşkilatının rəhbərləri köpüncüsü Rabiya Qodirxonova bəkirək sadiq bolğanlığı üçün Mao B planını yolu qoyamadı bular. Yolu qoysa dərhal kişilərin narazılıqıga, qarşılıqqa uçraydiganlığı ma'lum sınaqdan o'tgandan keyin biz buni qilolmaydi ekanmiz deb ma'lum vaqt sukut qildi. Rabiya Qodirxonni ya o'zini zeriktirib chekindirish yoki bo'lmaydi, har xil yo'llar bilan uni yo'lni to'sib, palashaga keltirish. Masalan, hozirgi Rabiya Qodirxonning mengishtirishga ishlatilgan pullarini hammasi to'ldi, masalan, enede pulni to'xtatgandan keyin iqtisoddan qisildi degan gap. Bu taktikiniki ikkinchi bosqichi ishga oshdi degan gap. Mesela aşağıda bir dikkat qilish tegishli masala shu, meningki o'ylig'im. Aş Enchantingdan xabar chiqqan kishini yana mundaq chiqilib aytganda, endi deganda Enchantingni rasmiy qilib turib, aytib shu chaqdagi shu bir yana Yevropa Sharq Turkiston birligiga bu tashkilotni tirildirib, texmi haqiqiy bir siyosiy tashkilotga aylantirib, qurultayga qarama-qarshi bir organga aylantirish, bularning bir strategiyasi bo'lgan bo'lsa, endi demak, haliqi o'zininki o'tirdiki, ya'ni odamlar aql xayol yetkazib bo'lgan Enchanting kim bu strategiyasini voz kechdimi yoki belli darajada Rabiya Qodirxonni ojizlashtirib, obro'sizlashtirish maqsadiga yetib bo'ldimi? Chunki shu chaqdan keyin diqqat qilsangiz, Shveysariyada Bobur masalasi kelib chiqdi. Boburning ishi bilan aytib qiziq masala. Shu chaqda Xitoy davlati bilan qurultay o'tirisidagi, ya'ni Xitoy davlati bilan siyosiy suhbat ilib berishdagi bir elchi, ya'ni siyosiy suhbatni bog'lashtirish qilib tanlandi, ammo bu oxirgi qarasangiz Xitoy konsulluğu ishlagan bo'lib chiqib, ya'ni Shveysariya saqchilari tomonidan bu tutilib oshkorlanib chiqdi. Haliqi 2008-yillik saylovdagi kishininki Enchantingni ko'tirgan gapni shu kun 16 odamning oldida isbotlab chiqdi. Ajoyib bir sirli bir gumonliq narsa bu masala. Bobur masalasiga kelsak, masalan, Boburning o'zini Rabiya Qodirxonovga tanishtirgan kishilarmi balki bu odam muhim odam ikki tarafninki suhbatini uyushtirishga bu odam rol o'ynay oladi u odam. Hatto Boburning o'zini Shveysariyadagi Uyg'ur komitetiga reis qilamiz deb harakat qilgan nati kuchlik yaqinlarda bir uchi mumkinda, bir uchi shu Shveysariyaning ichida va boshqa davlatlardan bor Boburning o'zini Shveysariya Uyg'ur komitetiga reis qilib tiklab chiqamiz deb shunda qattiq harakat qilayotgan chog'da boshqa qoldi uning josusligi. Endi demak, biz suhbatning 5
qisman deb o'tgandek, ko'p odamni ergashtirish masalasi bilan, ko'p odamni, ya'ni umumiy xalqni masalan, ergashtirib, harakatlantirib menish masalasi bilan siyosiy tashkilotning o'zini tutib turish masalasi va siyosiy tashkilotni qandoq rivojlantirish, siyosiy tashkilotning faoliyatini qaysi shaklda elib berish, tashkilotning ichki qismidagi masalalarni qandoq tutib turish masalasi bu nati chekchigasini ayirib muomala qilgan narsa. Masalan, ommaning orasida da'vo dushmanlar bo'ldi, xalqning orasida. Hammasini xalq qatorida muomala qilish kerak. Yo'q, ularni ajratib, chakqib, yo'q qilmaydi. Bu demokratik bir davlat. Ammo tashkilotning qal'asini, tashkilotning ishik tunuklarini mustahkam tutish kerak. Unda qanday o'zi chambarakni sirtida turish lozim. Lekin bu diqqat qilish tegish masalalarning o'zida tashkilotlarimizninki rahbarlari diqqat qilmag'lik. Masalan, ma'lum bir davlatdan birisi vatanga berib, qaytib kelgandan keyin o'dol kelib shu davlatdagi Uyg'ur tashkilotining reislariga, muhim vazifali xodimlarga va anjantansini ajoyib yomon ko'rdi agar Sindiyanning zadashi tirik to'xtab Teheran suv osimidan chiqmaydi deb bo'lsa, o'shin qo'shib doim shundan birga o'ltirish qupus qilib, muomala qilmoqqa uzoq qolmay u vatanga yana berib kelib so'ylab yursa, yana chatoq yo'qda. Ma odam anjantanninki meni yomon ko'rdiganligi, meni dushman ko'rdiganligini bu odam qandoq bildi masalan. Bu odamga anjantan nima uchun deb berdi? Bu odam anjantanga nimalarni deb berdi? Bunda ikkita qilgan masala yo'q. Shundan uchuqda tashkilotning ishlari u odam uchun uchuq. Agar fidokorlik ko'rsatgan yillar faoliyatga qatnashayotgan bunda odamlar chatqiqlilik. Ammo yerlik anjantan bilan bu tashkilotning xodimlar reisning o'tirishda doim jipak yo'lda berishga chiqib turgan, munosabat yetkazib turgan bunda odamlar safning oldida, to'rning yuqorisida qachonlar qarasangiz ish yo'qmi bu odamninki? Tashkilotninki ishxonalar derneklarda tashkilotning rahbarlarining qilishini billar, kimga telefon qildi, qayerga gidim deb gapirishdi, hammasini olib yurgan gaplar bular. Shunchalik darajada bir bo'shliq yaratib berildi. Bu oldin olish shunchalik oson bir ish. Buni faqat ikkinchi program muomalasida muomala qilish kerak bunday odamlarga. Bir odam qarab anjantanning rahbarlari menga vazifa topshirdi, men mana bunday qilib bergan bo'ldim desa, buni qilib birinchi chambarak to'g'rining ichiga agirib, uni bilan birga yurish emas, uni hech bo'lmasa yushurni olib kuzatish kerak. Mening turishi, nega bordi, nega keldi, Xitoy elchixonasiga berib kiyotdi, qanday muomala qilyapti, bu yerdagi qaysi xil ekundagi odamlar bilan buning berish kelishi va yurish turishi va buning ifodasi qanday? Masalan, ba'zilari bor. Vatanga berib kishilab, o'sha Xitoyning siyosatini o'tos qilib maqtaydi. Biz chiqqan vaqtlarda o'xshamaydi, Xitoyning siyosatini ajoyib o'zgarib ketibdi, bizning judan to'g'rilamaydi hozir. O osmon pelak binoni sevitibdi. Kambag'allarga deganning sotsial ta'minot yordam pul berdi ekan, hozir shunda paravollik etibdi. Nima shu beshatdaymi bekatga qaytdimizda o'shunda Üsəşsiz taqib, Xitayning ayada yurgizayotgan vahshiy siyosatlarini boshqacha oqlab ko'rsatib, bu yerga qarindoshlarning birinchidan vatanga borolmaydiganlarni bordigan bir tuyg'uga keltirish. Borsam bularni, bo'lmasam bularni deb tikilib turayotganlarning o'zini qiziqtirish, tashviq qilish vatanga berishga. Masalan, kelsak, birisi bor deyli, 10 bor deyli, 100 bor deyli, hammasi borgan bosi vaqt nima o'ylandi o'chadi bu yerda faoliyat. Kim qildi buni? Bir da'voning o'zi odamga ehtiyoji, odamga ehtiyoji bo'lgan chog'da bu odamlarni naridan topamiz. Dal shu anjantan bilan berib kelib, oyoq qo'ysa anjantanninki mehmonxonalarda mehmon bo'layotgan, moyoq kelsa tashkilotninki nimalarda faoliyatlarda to'rt yuqorida o'tirayotgan mondaq o'ringa chiqdi bular. Chunki odamga ehtiyoji bo'lgandan keyin oshini qatnashtirgan gapsiga, qatnashtirgandan keyin nima bo'ldi chog'da anjantan nima desa Urumchida bu yerda shu ijro qilingan bo'ladi. Mudaq chiqarsangiz, har qaysi davlatlardagi bu ishga diqqat qilmagan yerlik tashkilotlar anjantanning shu davlatga ish bajarish ishxonalariga aylanib qoldi. Shunda qoldi masalan, o'sha bo'longa qo'plar muomala qiladi desa, kelmaydi, ha? Tashlab o'tdi tashkilotni.
Ular aynı topluşuşu mümkün. Köpeygendeki, sani köpeygendeki, ular alayda bir kollektif bulup, haşemetlik oturuşlarını uyuşturup, u yoqdan bu yoqdan kelganlarni chaqirib, men ko'z-ko'z qilib o vaqtda odamga o'ginib qolgan bizniki bu tashkilotning rahbarlari qanday qilacakda bekinib qoldi olimchilarlar, bekinib qoldi. Bekingandan keyin anchadan xohlagancha ishni Urumchida o'tirib, bu yerda bejara oladigan mandolat keldi. Shunga tashkilotning rahbarlari kishilarga muomala qilgan chaqda birinchi puhra, ikkinchi puhra muomalasini qo'llanish kerak. Xitoyning o'ziga sodiq ish bo'lmasa Xitoy demay, shunday yumshoq bilan yashayotgan xilifni birinchi puhra qatoriga qo'ydi. Sal Xitoy olib, bunda qarg'anlarni ikkinchi puhra qo'ydi masalan. Hatto dushman qatoriga tuzdi. Endi bu yerda dushman qatoriga tizimdek undan imkoniyati yo'q. Herkes undaqni qilmaydi ham qilolmaydi. Unda bo'lmagan holatda ikkinchi puhra muomalasini qo'llanish kerak. Undaqlarni chambarayning ma'lum sirtliqi qo'yib tashkilotga urullab kirolmaydigan holat shakllantirish kerak. Ular vatanda Xitoyning yurgizayotgan siyosatlarini bu yoqda xohlagancha tashviqot qilishiga chek qo'yish kerak. Zo'rimiz bor. Sen bu yoqqa kelgancha millat iltijo qilgan, hozir vatanga berib kelib, Xitoyning qaysi vazifasini ijro qilyapsa, bu yerda uning alayda deb rusqilib chek qo'yish kerak. Ularningki vatanga borma deramaydi biz masalan. Biz deramaymiz. Vatanga bosan bo'lmaydi deramaymiz masalan, Bardi ular. Ama bağlandığı keyin ular alayda imtiyoz ortib emaslik kerak bu yerda. Xilifning ichida ko'z-ko'z qilib Xudo hozir qilay demoqchi. Hozir o'sha Myunxendagidek, qo'shib aytgan chog'da Myunxendagidek. Masalan, oldingi yildagi qurultay ishxonasi bo'lgan majra jarayonni qisman misolga olsak, masalan, Ashyaning o'zida shu yilgi aslida mana bu qolgan odamlar anchatinga berib kelgan masalan, vatanga berib keldi degandan ko'ra anchatinga berib keldi desak bo'laverdi ularni. Boshundoqlarning aktiv ashada rol o'ynashi qiziq. Ashar turib, qurultayninki qonunli xodimlarining ustidan shikoyat chiqarib, shikoyat to'plab, tuhmat joplab, ehvat taqib, baş maydonning o'zi qilgan harakati, o'ynagan roli favqulodda. Xitoy masalan inovatlik, yuz obro'ylik jamiyat arbobini yoki hokimiyat qatlamida xizmat qilayotgan nupuzliq odamlarga tuhmat joplaydi. Voy, stili buzuq masalan. Falan yerga itataylar tutib olib deb yolg'on filmni tekshirib, bunda qilib rasvo qilib, xalq olamini rasvo qildi. Xuddi shuning o'z ayni bir varianti bu yerda o'tirib keldi. Qurultaydan quvlab chiqilmagan bir qarindoshning o'ziga tuhmat joplab masalan. O tuhmatni dal baş anchatinga berib qotgan odamlarningki rol o'ynashdan bo'ldi-da bu ishlar. Endi shu odamlar rol o'ynab, shu ajidaq bir cho'ng bir voqeani yani o'tirib chiqishi sabab bo'ldi. Endi shu so'rni hozirlab berayotgan edi. Hozirlab berayotganlar shu, hozirlab berayotganlarning o'zi masalan, bu tashkilot xodimlari. Vatan da'vosi qilayotganlar. Hozir davlatimiz shu. Sağlam tutuş kerak. Bu qal'aninki ishtimligini mahkam taqab, pokiz sağlam tutuş kerak. Bo'lmasa, va'da ozod bo'lmaydi. Yeni bu shunday davomlashib 15 yil ma'ngandan keyin bular odamga ehtiyoj bo'lib, ashada uchiq ashkari men anchantinga ishlaydigan xodim deganlarni shulardan bilim yuradigan holat tushdi. Odamga ehtiyoj bo'ldi. Masalan, Saudiyadagi Sirajiddin Hojim nimaga bergan xabar Qutlug' Qodiriniki ziyoratini qabul qilib, shunga bergan nimasi bor? Surbati bor masalan, Ayziyuninki josus to'g'risida. Saudning o'zida masalan, ulug' muqaddas tuproqning o'zida men Xitoyga ishlayman, mana unvonini bor qanday qilishadi deb uchiq ashkari Makka Madina shaharlarida bu Xitoyning g'olchilari uchiq ashkari harakat qilib, faoliyat qilib, o'zining josus ekanligini oshkora deb yura oladi ekan masalan. Şu o'xshash narsa shu. Mashani o'zini buladi. Hozir qarab beqing, taqiy vatanga ochiq ashkari berib kelish boshlang'ili 10 yil bo'ldi. Myunxendan vatanga rasmiy berish kelish 10 yil bo'ldi boshlang'ili. 10 yil, 11 yil bo'ldi. Hozir 10 yil yaktan vaqtning o'zida vatanga berib qilayotganlarning o'zi anchantaning vazifasi bilan qilayotgandi bu ishni, yo'l yo'rg'ilan qilayotgandi, tashkilotning ichida alayda rol o'ynab qolayim qancha to'g'dirish darajasiga berib ketdi hozir. Bu hozir faqatla biz bu Myunxendagi masalani da'vatmaymiz.
Bundan burun 20 yıllar burun O'rta Osiyodan bo'lgan Sovet İttifaqı parçalanıp, u yoqdagi qarindoshlarimiz uchuq ashkari tashkilot qurib, davlatning demokratik qonuni bo'yicha tashkillanish imkoniyatiga ega bo'lgandan keyin tashkilotlar qurildi. 93-yilgacha intayin tez taraqqi qildi tashkilotlar. 1993-yil 3 yil oralig'ida Sovet İttifaqı parçalanib, 3 yil ichida intayin ko'p rivojlandi. 93-yildan boshlab birlab ishkilab adamlar vatanga bag'ildi. Ondan burun vatandakilar chiqdi. Sovet İttifaqı parçalanishdan burunmi vatandagi tijoratchilar chiqib tijorat ishini qildi. Sovet İttifaqı parçalanib 3 yil o'tgandan keyin Sovet İttifaqidagi qarindoshlarimizni vatanga tuqqan yo'qlashga bag'ildi. Hatta tashkilotning muhim vazifali xodimlarini berishga boshladi. Bag'andan keyin bu yerdagi siyosiy tashkilotlarning o'zi asta-asta voli yig'ilishga boshladi. Təvrinib kelayotgan chaqda andan keyin Xitoyning o'zi 95-yil 8-oyda Qirg'izistondagi yosh tijoratchilar birlashmasini 5 million dollarni mablag' solib uni qurib chiqdi. Bu o'tgan yilgi bir suhbatlarda men qisman o'tirib o'tdim-ku. O'rta Osiyoda ish bo'ldi. İstanbulning o'zidimi tijorat shakli bilan vatanga berib keldi. Biz asosan Uyg'ur deganlar qozoq, qirg'iz sartaydi Uyg'urlar. Sart degan shu Sodiga degan. 1000 yildan oldin tatib Sodiga qaytganmiz biz. Hazır Sodiyaning davomlashtiryapmiz. Tijorat bo'lmasa biz masalan o'zimizniki milliy mavjudligimizni yo'qotganda yo'qotgan bir millat tijorat bilan yashaymiz asoslar. Japat atmay oson yo'l bilan jon berishniki beyishning usuli. Ammo bu tijorat manbasi asosan markaziy shaklda Xitoy orqali butun dunyoniki azam mal sotgan pitvozlar emaslar, azam emgak kuchlan ta'minlaydigan marka bozori Xitoydan. Shunday bo'lgandan keyin Uyg'urlar emas, hozir butun dunyodagi ajoyib qudratli taraqqi topgan boy davlatlarning o'zimi Xitoyga xil jiqib bog'lanib qoldi, beqinib qoldi. Endi shu savdo shakli bilan masalan vatanga berish kelish quyilib, bu yerdagi faoliyatlarning o'zi cho'kishga boshlagan chog'da Allohning iltifoti 2005-yilda Istanbulda qaytadan yana bir jonlanish paydo bo'lib, hozirgi Sharqiy Turkiston ma'rif hamkorlik jamiyati qurilib, ularning faoliyati bilan hozir boshqadan bir gullanish paydo bo'lib, kishilarimiz vatanga berib kelib tijorat qilsa-mu, yana o'zininki g'ururini yo'qotmay, yerda biz mavjud qolib o'zining vijdonini xil undan ko'rsatib menotganlar bor. Ammo Yevropa davlatlarini biz O'rta Osiyoga va Turkiya davlatiga o'xshasak bo'lmaydi. Yevropa davlatlari ayam deb o'tgandek, asosan Uyg'urlarning siyosiy panohlik tilab qolgan markazi bu Yevropa davlatlarining hammasi. Bu yerning o'zida tijorat qilish imkoniyati yo'q. Tijorat qilish fursati qolay emas. Turkiyadagidek yoki O'rta Osiyodagidek hujumni birini ko'tarib beribdan Xitoydan mollarni kelib setib manda qilg'aya emas. Xitoy mablag' setmoqda emaslar. Her türlü nimelerine açıp, top tartış merkezlerine açıp, Münih'in açtı onu ama ravaş tapma yok oldu mesela. Frankfurt'ta mı var? Xitay özü şart bir baza açtı. Uygurlar yan soğudu gelmediler. Uygurların özünün başına yırtıp ekiralaymayız da plan tuzgan bu gitti ama Uygurların bir yerde o Xitay'ın mallarını açıp koçuda yayınçılık saklamaydı. Hiç kim almaydı hem çeklaydı onu kılamaydı. İmkaniyeti yok bir yer. Yani bu yerde qandaq bir imkoniyat bilan, qandaq bir bo'shliq bilan xalqimizni Xitoy o'ziga bekindir degan chaqda, Andijonda vatanga berib qolganlarning o'zini inoat yaxshi o'ynatib, oliy darajalik mashinalarga chiqarib, haqsiz yo'tallar yotqizib, o'lqa tilga og'ilmaydigan ishlar bilan imon qilib, yo'l set qo'yish orqali ularning bu yerga tashviqot qilib, Xitoyning o'zini yaxshilantirib, tuqqan yo'qlashga tashabbus qilib, vatanga berib ko'rib kelishga tashabbus qilib, onun bilan Andikin vatanga jildirib damelishga bargan munosabat bo'yicha, masalan, jildi ba'zi ish tuzumida 6 hafta, ba'zi ish tuzumida 4 hafta damelish bor masalan. Damelishni vatanga berib qo'ysangiz, azon to'xtaydi, yotoq ijarasi to'lamaysiz, vatanimizni, tuqqaningizni ko'rasiz, yutingizni ko'rasiz, tug'ilib o'sganini ko'rasiz. Ajoyib bir tepilg'usiz bir fursat bu, ha. Qanday bir tashviqot bilan kishilarning o'zini vatanga tashabbus qilgan chog'da ko'plab vatanga beringlarsa bu qarindoshlarimiz nima bo'ldi chog'da Yevropa davlatlarida o yolg'onchilarga gaplar jiqil isbotlandi. Ha, o'sha Myunxendagi nurg'unlagan bo'lib ketgan qalamqaloqlarni isbotladi. Ammo yilg'idek ommaviy shaklda vatanga berish boshlanib ketsa,
ocaqdan buldu, davagerler özümüz ziyan tartımız. Vatanını azad kılamaz, Xitayını qoğlap çıkırıp, vatanımızı qutquzumuz degan şuarның özü hemisi yalğan buldu, toz qatı tozub bitdi, küp ayrıldı. Belki bazılarından ki garzidir şu. Yalğan kötürülüp bayraqını, bu bayraqның astıda muşu bayraq qaçan yoqulup gider, muşu bayraq qaçan yıkıladı deydigan arzuları, bağları belki yoq emas. Mesela Abdülkerim Abbas'ın misal alaylı, aşının özümü Nanjing'e Gomindan'ın hükümetinden söz açıklığı bağlanacağının özü de Ahmet Can'la başkalarına ayarı kılıp kalıdı. Bu ayrım verip, özünün Komünistik Partisi'nin merkezi xadımıyla yapışıp, Mao kökülattığını ben ip taşlayayım degendiyken, olan özü terbiye kılıp aldırıp etmezsiz gödek. Kökülattığını ip taş etip, zıllattığını takip ediş, sınaydı asan. Bu vakit kütüş gerek deyip, onunla sabrıga ündegen ki, bunu Saybidin Aziz'in Tanrı Taqı bir kitabı okuğan biz, aşağıda var. Abbasov'un özü, Çiştir'in ölen karşı iken de, Şarkı Türkistan'ın al yıldızlı kök bayrağı karşı iken, o bayrağını götürüp mene, oldun septi uruş kıygan kahramanın özü, ama bu bayrağı şunda nefretlindi iken de o. En aşmak adamda yok da kim kepalet bir alaydı o, devakal aleminin içinde, devletinde, voy Xitayını qoğlap çıkırmız, Şarkı Türkistan bizim vatanımızda vaqırap jürvatqanlarının içinde, mesela, hatta rahbarlik katılımının içinde, muşundaq iflaslarının özünü yoq da kim aytalaydı, ama dikkat qilish kerak. Bu vatqan, bu ütvatqan vaqalarga qarasımız, uçuqlaşlar oturup çıkıp qılırlık bundaq adamlar. Endi, vatan davasından şug'ullanayotgan merkez teşkilat olsun, mali joylardagi tarmoq teşkilatlar olsun, yoki mustaqil teşkilatlar olsun, hushyor bo'lish kerak. Odam qo'g'lashmaslik lozim. Odam sonini qo'g'lashmaslik lozim. Ondan keyin heliqidek vatanga berib kelgan qarindoshlarning o'ziga albatta chap qo'yish lozim. Buning menish turishini, gap so'zini doim kontrol qilish lozim. U yoqqa borsa, anchantun mehmon qolganda ko'tirib oldiga qarang. Oliy darajaga o'tadi mehmon qoldiga qarang. Ulanı. Yılki, çoğun vali derece emeldalını çıkanmayılan maşinini çıkırıp, şehir yapırıp da şoförü bile, kodukusu bile mimar kılırken de, bu nimukettem çataldı degen olaydı bir mimar mukettelerinde o. 10 yıllık bir yerde Xitay yoqasını da bir yerde jürüyor. Andaki yeni qaytip kelgandiki bir yerde Xitay yoqasını degen sepkir oldu da kızık yine. Oysa teşkilatlar kirib çıkıyor. Teşkilatın içinde barkan narsalar Beijing'de oturup Xitayların özü kiriştirip dünyaya ispat taqtı jüyse, onunki teşkilat kirib жүргенligini anchantın bilmey kalandı mı? Mesele eğir. Mesele eğir boğaçqa, München'in özdeki siyasi vaziyet, teşkili vaziyet, cemaatçilik vaziyeti intayin eğir krizi uçurdu. Başka devletlikler ibret ediş gerek. Müşahede buluvatkan meselelerini tatbiqlab görüp, özü kıyas kılıp, biz qandaq qilishimiz gerek, biz teşkilatımızı qandaq tutuşumuz gerek, bununla niyet verip, izchil muamele qilish lazım, bir ölçem buluş gerek. Vatan davası degan bu eqimda, vatan davası qilayotgan teşkilatta bir siyasi ölçem, siyasi prinsip buluş gerek ki, o ictimai ommaviy faoliyatlardan farqli bo'lishi lozim. No'ro'z qilish faoliyati mesela. Nazarchilar, to'y to'kin, muhakaza, uchrashuv, o'ylaki nimaga chiqish, aptab chiqqan chaqisham bugun ayaga chiqib javob bergan ishlar, u ommaviy masala. Uni ommaviy masala. Ammo hozir namoyishmi ommaviy masalaga aylanib ketdi. Qanday desangiz, vatanga bag'allar kelganlar Qo'chqashqar bayramga o'tib oldiga chiqib to'ylayotgan bo'lgan ekan, bu xuddi ijtimoiy faoliyatga aylanib qoldi. Uyg'urlarning o'shada qilib o'tadigan bir faoliyatning bir qismi aylanib qoldi u. Ammo tashkilotning qo'rg'inini, tashkilotning qal'asini mustahkam saqlash kerak. Bir prinsip ostida, siyosiy bir o'lcham ostida berish kerak. Birinchi bo'lib, eng muhim narsa tashkilotning rahbarlari vatan davası degan bu eqimda aktiv faoliyat qilganlar, oldingi safda bayroq ko'targanlar diyonatlik, pok bo'lish kerak. Bular oldin o'zi sog'lom bo'lish kerak.
Özü sağlam bulmagan çağda başqalarının sağlamlıq, paklik tələb qılanmaydı. Xoş, endi söhbətimiz məşədə axırlaşıqdır. Endi aldığın qıtımqı söhbətlərdə nurg'ulg'an məsələlərni o'tirib qo'ydik. Amma ko'plagan mazmunlar yeyishga tegishlik, oydinlashtirishga tegishlik sharhlar keng ko'lamda misollari bilan ochiq oshkora bayon qilishga tegishlik masalalarning o'zini yana nurg'ulg'an to'sqinliklar tufaylidan bizim ochiq oshkora o'tirib qo'yolmadik. Chunki biz yashayotgan bu davlatning o'zi demokratik davlat. Agar bir İplasın o'zi Xitoyga ishlab josuslik qilgan bo'lsa, hatto uning ismini atab turib josus deramaydigan bir vaziyatda biz. Chunki bu demokratik davlat. Agar u josus bo'lsa, isbot bilan, fakt bilan qilgan jinoiy qilmishlari bilan davlatdan jazolashni topshirish kerak. Davlat o'zi qonun bo'yicha, o'zining qonun bo'yicha jazolaydi. Ammo bu davlatning qonuni bo'yicha jazolab bergan narsasi bizni qanoatlantirmaydi. Bizga hech qanday bir natija keltirmaydi. Nurg'ulg'an josuslarning o'zini shunda asan gap so'rab qo'yib turib, azroq nazorat ostida kesib qo'yib turib, bunday qildi. Bu davlatning qonuni shunchalik, uni ortiq jazolamaydi. Mushunda bir bo'shliqdan Xitoy meg'ir darajada foydalanyapti. Vatanning o'zida masalan Xitoy deramaymiz. Xitoy degan o'zi siyosiy jinoyat yapadi. Vatanning o'zida payloqchi deramaymiz. Chunki u davlatning xizmatchisi, uni payloqchi desangiz, davlatning xizmatchisiga, davlatning tub manfaatiga xilof qilgan bo'lsa, siyosiy jinoyatchi bo'lasiz. Vatan o'zida payloqchi, oyroqchi, josus, Xitoy ishigan xoin deb buni digil bo'lmaydi, jinoyat bu. Ham bu demokratik davlatda buni texmi digil bo'lmaydi. Nishga desangiz, bu demokratik davlatning o'zida insonlarning izzat obro'yi, insonlarningki hatto vijdoniy tuyg'usini qo'g'daydi. Bir kimning vijdoniy jihatdan, ya'ni vijdoniy degan gap nima degan gap, boshqa tarafdan ozor uchirmasligi, gap orqali ozorlanmasligi kerak. Shunday darajada insonlarningki qadr-qimmatini asraydigan bir yer. Ya'ni bunday bir oliy janoblikni Xitoy ojizlik deb bilib, mushu ojizlikdan o'zininki taktikasini bu yerda yurgizyapti. Ishlayva bu aşkar işlesem işini kullanmaydı, seni takdirgini çıkanmaydı, seni bir cahşet bakşın kanı, sen dava kılıç edip durup, bu yanın kanunlarını Xitaylar tədqiq kılılıp, bu yerdə yaşayan qırındaşlarımız kanunun nemiligini bilmeydi, asası dolu savaşsız olan ekan, til bilmeydi, savaşsız, til bilsin şu can bakışı gibi bildi, bir kanunu okut düşene gidek, devletli qandaq siyaset yürgüzülatqalığını bilgitek bir an, səviyə bulmağan ekan, bu da aşı vətəndəki öz bitimdikilər mamı da bilmeydi bunlar kanunlarını. Ama Xitay tədqiq kılıb, Xitoy topshirgan vazifani ado qilmoqchi bo'lgan bu yerda ishlamoqchi bo'lgan g'olchilarga alohida qonunda musoat berib buni yo'lga soldi. Unda bo'lgandan keyin yig'ib aytgan chog'da bu yerda o'zimiz shu tashkilotning rahbarlari vatan da'vosi qilayotgan da'vogarlar va vatan da'vosining birdan bir oliy organi biz degan yuqori markini ko'tarib olganlar oldilar o'zi pak-pakiz, sog'lom, hidoyatlik bo'lish kerak, diyonatlik bo'lish kerak. Ondan keyin haqiqiy bir o'lcham bo'yicha buni sog'lom tutish lozim. Bo'libmi Yevropa davlatlaridagi siyosiy tashkilotlar, vatan da'vosi qilayotgan qarindoshlarimiz bu ishlarga ahamiyat berish lozim. Suhbatning oxirida bugungi suhbatga qator bir ixchamlab ishga qiz ifoda bildirsangiz. Siz mulayet yaxshi xulos qildingiz, yana oxirgi xulos yaxshi bo'ldi. Demak, bugun o'zimiz muajirat xalqimizga yetkazmoqchi bo'lgan nishonga azroq o'sim yetdik demoqchi. Ya'ni vatan da'vosi bilan shug'ullanayotgan siyosiy tashkilotlarning vatanga berib kelayotgan, ya'ni vatan ziyorati bilan shug'ullanayotgan muajiratdagi vatandaşlarımızga qandaq muomala qilgan vaqtida Xitoyning da'vo ichiga sog'ib bo'shlig'ining og'zini akil bo'ladi degan bir nishon yuritildi. Inshaalloh Xudoyim buyursa mushu taraflarga diqqat qilishdan boshqa, ya'ni konkretni chora-tadbir elish ustida keyingi qatorliq suhbatlarimizda yana
yo'rtib o'timiz deb o'ylayapman buguncha. O'shinchalik bo'ldi. Hurmatli qarindoshlar, suhbatimiz mushal oxirlashyapti. Diqqat qilaylik, bizniki tutib memayotgan yo'limiz, tashkilotimizning mavqesi, tashkilotimizning g'oya maqsadlari hargizmo o'z qarindoshlarimizni chetga qilish, o'z qarindoshlarimizni tabiqiga bo'lib muomala qilish emas, ammo da'vo ehtiyoji, vatan millatning ahu zori ehtiyoji tufaylidan siyosiy tashkilotlarning siyosiy loyiq stillanmenish ehtiyoji tufaylidan bugungi suhbatimizni shu mazmunda olib bordik. Ko'ngil qo'yib anglag'anlarga rahmat. Keyingi suhbatgacha omon bo'linglar. Allohga omonat.